Zaytun. Bugungi ma'lumotimiz zaytun haqida azizlarim. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Zaytun go'zal, quvvatli, energechniy ko'rinmoqchi bo'lsangiz, har doim zaytun iste'mol qiling. Bu Turkiyada juda ham ko'p, O'zbekistonimizda oz, ham O'zbekistonda qimmat. Zaytunda 600 ga yaqin turlari mavjud. Zaytunda vitamin C bor. Zaytun 300-400, ba'zilari 1000 yilgacha yashaydi. Zaytun mevasi 25 dan 80% gacha yog'. Bu meva asosan moyi uchun yetishtiriladi. Zaytun doimiy iste'mol qiladiganlar yosh va sog'lom ko'rinadi. Zaytun organizmga energiya hosil qilish xususiyatiga ega. Zaytunni ko'p iste'mol qilgan odam har doim quvvatga to'lib, energechniy bo'lib yuradi. Azizlarim, sizlarga har doim go'zal qomat, yigitlar cho'ntagiga daromad tilab qolaman. Men bilan birga qoling. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonat bo'linglar. Menga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.